Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar, guruhdoshlar? Hamma yaxshimi? Xayrli kun hammalaringizga. Mana bugun sinfdosh jo'ram yoqlab kelibdi. Shunga shashlik pishiryapman. Ikki sixira. Shuhrat degan sinfdosh do'stim. Rossiyaning bir shahri Pagar degan posyolkasida o'sha ishlaydi, o'sha yashaydi. O'zbekistonga ketibdi, vatanimizga. Shunga bir kirib ko'rib o'tay deb kelgan ekan. Kelinglar. Ana shashlikdan pishiramiz, zakazini qilib. Shashligimiz tayyor bo'ldi. Non, go'shtlik nonlar. Guruhdoshlar, mana sho'rik jo'ram kelgan Pagardan. Assalomu alaykum, hammaga salom. Yaxshimisizlar? Dilmurod jo'ramni ko'rish bugun taqdir qilgan ekan. Mana yetib qaytib keldi. Shahar Umoniyaga qaytib keladi. Og'am, marhamat. Mana Kelinglar, mana shashlikka mana go'shtlik nonlar. Mana o'zimizning g'ijduvon taomlari, shashliklari yetib keldi. Yana shu yerlarga xursandman. Hammaga salom. Yaxshimisizlar, sinfdoshlar? Kelinglar. Sho'rik jo'ram ketibdi uyiga, O'zbekistonimizga, ona yurtimizga. Nasibingizni kutib olasizlar. Nasib. Ertaga ertalab ijara bo'ladi.